Assalomu alaykum hammaga. Yangi Cobalt mashinasini olib qolgandik. Unga qilingan ishlarni birma-bir tanishtirib chiqishga harakat qilamiz narx-navosi bilan. Xo'p, bunga oblisovka qo'yildi, Malibu dizayn. Narxi o'rtacha hisobda 450 ming so'm atrofida sotiladi. Ustanovkasi 60 ming so'm qilib beramiz. Xo'p, bamper setkasi podiumga qo'yilgan. Tvankan ikkilarini qo'yib berdik. 4 ta balon, simple sos. Balansirovkalar bilan cho'tib qo'yib berganmiz. Xo'p, keyin tepasiga kazirok urib berganmiz, 14 santimetrli. Orqasiga o'tsak, 120 ta amerikanskiy avtovinil tonirovkasini urib berdik. Ichkaridan ko'rinishi qanaqa eshikda nimalari yo'q, tochkalar qolib ketmagan, baholisi. Keyin bunga o'ynab ko'taradigan bloklarni qo'yib berganmiz. Qulaganda 4 ta o'ynab ko'taradi. Saloniga keladigan bo'lsak, avtopilot rossiyskiy chexolini taqib berganmiz. Sifatini ko'rishingiz mumkin. Ekoko'zi o'rtasi perforatsiyali bo'ladi. Havo o'tkazadigan, terlatadi. Rul chexollarini tikib berganmiz. Yangi mashinaga ko'pchilik biladi, bez magnitofon chiqadi. Bunga Tesla monitor qo'yib berganmiz. Zadniy kameralarni ulab, unga Pobeda signal qo'yib berganmiz. Havosini eshitib ko'rishingiz mumkin. Bu zavodskoy ovozi. Pastga включатель qilib berganmiz. Включатель qayerda to'g'ri? Vertolyot assistentlarini qo'yib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat.